19-asr oxirlarida Markaziy Osiyoda temir yo'l qurilishi jadallashdi. Shundan so'ng 1888-yillarda Buxoro hududida birinchi temir yo'l yetib keldi. Shu bilan birgalikda ta'kidlab o'tamiz, birinchi poyezd ham o'sha yili kirib kelgan. Ammo qiziq tomoni shundaki, u Buxoro shahrida emas, balki Yangi Buxoro, ya'ni hozirgi Kogon shahrida. Bu temir yo'l Rossiya imperiyasi tomonidan qurilgan Zakaspiy temir yo'l edi. Temir yo'l savdoni tezlashtirdi. Harbiy va siyosiy ahamiyatga ega bo'ldi. Keyinchalik eski Buxoro shahri ham temir yo'l bilan bog'landi. Shu tariqa poyezd Buxoro tarixini butunlay o'zgartirdi. Birinchi poyezd kelgach, Buxoro atrofida katta o'zgarishlar boshlandi. Kogon tezda temir yo'l markaziga aylandi, zavodlar, omborlar, stansiya binolari qurildi. 1920-yil va 1940-yil oralarida Buxoro amirligi tugaydi. Shu bilan temir yo'l davlat mulkiga o'tadi. Yangi yo'nalishlar ochiladi, yo'lovchi poyezdlar soni oshadi. Va O'zbekiston Respublikasi mustaqilligidan so'ng temir yo'l to'liq O'zbekiston nazoratiga o'tdi. Qarorlar mahalliy manfaat asosida qabul qilina boshladi. Ichki va tashqi turizmlar oshdi. Tarixiy obidalar yanada ommalashdi. Xavfsizlik va qulaylik nazorati ostida tezyurar poyezdlar yo'lga qo'yildi. Ya'ni bu hozirgi Afrosiyob poyezdi. Aziz tomoshabinlar, tarixni bilgan xalq kelajakni quradi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'yish unutmang. Xayr, salomat bo'ling.